Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugundan boshlab sizlarga payg'ambarlar qissasini so'zlab beraman. Bugun sizlar bilan Ibrohim alayhissalom qissalarini ilk qismlarini boshlaymiz. Butlarni kim sindirdi? Uzoq o'tgan zamonda bir qishloqda Ozar ismli kishi yashardi. Bu yerda butlarga to'la katta bir bino bo'lib, odamlar ularga sig'inishardi. Ozar ham shu sanamlarga sig'inar, but sotib tirikchilik qilardi. Ozarning o'g'li Ibrohim odamlarning gapirmaydigan, eshitmaydigan, hatto ustiga qo'ngan pashshalarni ham hayday olmaydigan, o'zlariga atab so'yilgan taomlarni paqqos tushirayotgan sichqonlarni ham haydolmayotgan sanamlarga sig'inishlaridan hayratlanardi va nega bu butlarga sajda qilishadi, ulardan madad so'rashadi kabi savollarni o'ziga o'zi ko'p berardi. Ey otajon, nima uchun butlarga sig'inasiz? Nega ulardan yordam so'raysiz? Oldilariga taom va sharob qo'yasiz. Axir sanamlar gapirmaydi, eshitmaydi, ziyon ham, foyda ham keltira olmaydi, yeb icholmaydi-ku. Bu gaplardan Ozarning jahli chiqardi. Xuddi shu yo'sinda qavmiga ham nasihat qildi. Odamlar undan g'azablanishdi. Shunda Ibrohim yolg'iz qolgan chog'imda sanamlarni sindiraman. Shoyat tushunib yechsa degan qarorga keldi. Bayram kuni katta yu kichik barcha saylgohga chiqib ketdi. Ozar o'g'lidan biz bilan bormaysanmi deb so'radi. Ibrohim betobligini aytdi. Hamma ketgach, yolg'iz qolgan Ibrohim sanamlar qo'yilgan butxonaga bordi. Qani gapiringlar, eshitinglar, mana bu taomdan yeb, sharobdan ichib ko'rsanglarchi, dedi. Lekin toshlar gapirarmidi? Jahli chiqqan Ibrohim bolg'ani olib, sanamlarni bo'lak-bo'lak qilib tashladi. Faqat eng katta butni sindirmadi. Bolg'ani uning bo'yniga osgancha tashqariga chiqib ketdi. Qadrli bolajonlar, hikoyamizning davomini kelasi sonlarimizda tinglashingiz mumkin.